Medallar uchun so'nggi olishuv yoxud Namanganda final monand o'yin. Assalomu alaykum. Yangi Top futbol kanaliga xush kelibsiz. Bu kanalda siz eng so'nggi va qaynoq xabarlarni birinchilardan bo'lib kuzatishingiz mumkin. Buning uchun albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Demak, bugungi dasturimizni boshladim. Videomiz homiysi Birwin kompaniyasi. Tezkor to'lovlar, yuqori koeffitsiyentlar, Skype va Xmonokart orqali oson pul to'ldirish va yechish, ajoyib bonuslar, pastdagi promokod orqali ro'yxatdan o'ting va 500% bonusga ega bo'ling. Bu hammasi haqqoniy. Shunchaki kommentariyadagi ссылка orqali ro'yxatdan o'ting va barchasiga guvoh bo'ling. Millionlar ishlash vaqti keldi. Ushbu o'yinlarga garovga millionlarga ega bo'ling. 1 dekabr oqshomida Namanganda so'nggi turning markaziy to'qnashuvlaridan biri bo'lib o'tadi. Gap Navbahor hamda Neftchi klublari o'rtasidagi bahs haqida ketmoqda. Vodiy derbisi nomi bilan mashhur bo'lgan jamoalar bellashuviga qiziqish har qachongidan katta. Doim ham bu klublar chempionatning oxirgi turida to'qnash kelavermaydilar. Bu safargisiga turlicha ta'riflarni bersa bo'ladi, lekin fakt shundaki 26-turga kelib Navbahor ham Neftchi ham chempionlikdan rasman umidini uzishgan va uloqni Paxtakor allaqachon ilib ketdi. Namangandagi bahsda jamoalar 2 va 3-o'rinlar uchun ayovsiz kurash olib borishlari shubhasiz. Oxirgi turga kelib Nasaf, Navbahor, Neftchi va OKMK klublari medallar uchun kurashishyapti. Olmaliqda OKMK aynan Nasafga qarshi maydonga tushadi. Rosti hamma matematik hisob-kitoblarga berilib ketgan. Ayniqsa ushbu klublar va uning muxlislari bu borada faol bo'lsa ajab emas. Vaziyat shundaki, 5-o'rindagi Neftchi chempionatni bronza medal bilan tugatishi, Navbahor esa medallarsiz qolishi va 5-pog'onada tugatishi ham mumkin. Shuning uchun 4 tala jamoaning natijalari o'zaro bir-biriga uzviy bog'liq. Navbahor esa 28-noyabr kuni Namanganda Osiyo Chempionlar Ligasi 5-turida Saudiya Arabistonining Al-Hilol klubini qabul qilib 0-2 hisobida yutqazib qo'ydi. Ammo Samvel Babayan jamoasida hali guruhdan chiqish uchun imkoniyat bor. Neftchi bilan bahsdan keyin ular darhol Hindiston tomon yo'lga otlanadilar. Chunki Mumbai Cityga qarshi guruh bosqichidagi oxirgi uchrashuv kutyapti. Aytmoqchimizki, Navbahor anchadan beri tig'iz grafik asosida o'yinlarini o'tkazyapti. Bu esa jamoaga qiyinchiliklar tug'dirayotgani aniq. Al-Hilolga qarshi og'ir uchrashuvdan so'ng Babayan o'z futbolchilarini endi Neftchiga qarshi navbatdagi qiyin o'yinga tiklashga urinayotgani bor gap. Vitaliy Levchenko boshchiligidagi farg'onaliklarda esa vaqti yetarlicha bo'ldi va raqibning OCHLdagi o'yinini ham diqqat bilan kuzatdilar. Aslida namanganlik muxlislar va rahbariyat jamoadan chempionlikni kutgandilar, lekin Superligada o'ylaganlari amalga oshgani yo'q. Endi 2-o'rin uchun da'vogarlik qilmoqda, ammo boya ta'kidlaganimizdek mag'lubiyat jamoani medallarsiz qoldiradi. O'yin harorati esa juda baland bo'ladi. Bu aniq. Babayan va Navbahor hech bo'lmaganda medallardan birini qo'lga kiritish ilinjida, Neftchida esa bronza uchun imkoniyat paydo bo'lib qolgani sababli Levchenko shogirdlari ham bor kuchini ishga solishi shubhasiz. Shundoq ham Navbahor va Neftchi qanday o'rinlarda va darajada bo'lishidan qat'iy nazar Vodiy derbisidagi shiddat va kurashni tasavvur qilish qiyin emas. O'zbekiston chempionati tarixida bu klublar 57 bor kuch sinashishgan. Raqamlar Neftchi jamoasida ustunlik borligini ko'rsatyapti. Chunki Navbahorda 14 ta g'alaba bor, Neftchida 26 ta, yana 17 ta o'yinda kuchlar teng kelib qolgan. To'plar nisbati 56 ga 81 farg'onaliklar tarafida. Bu yil birinchi davrada Istiqlol stadionidagi bahsda hisob ochilmagan 0-0. Bu jamoalarning Namangandagi o'yinlarida oxirgi paytlarda duranglar kuzatilgan va Navbahorning g'alabalari ham bor. Neftchi Namanganda so'nggi bor qachon yutganini bilasizmi? Bunga 12 yil bo'ldi. 2011-yilning 20-iyunidagi uchrashuvda Neftchi safarda 0-2 hisobida g'alaba qozongan. Neftchi 12 yildan beri Namanganda Navbahorni mag'lubiyatga uchratishda muammolarga duch kelayotgani uchun ham maqsadiga erisha olmay kelyapti. Ko'ramiz, Navbahor o'z uyida mavsumning oxirgi uchrashuvida muxlislarini xursand qila oladimi yoki Neftchi uzoq yillik noxush an'anasiga chek qo'yadimi? Bu to'qnashuvni aslo o'tkazib yubormang. Aziz futbol muxlislari, siz Top futbol kanalini kuzatib bordingiz. Videoyimiz sizga manfaatli va ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like bosib, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Biz sizlar uchun ishlashda davom etamiz. Kelasi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.